O'rinlardan tursizlar begim, tiz bo'lsizlar. Daimli shunday qiladi ekansiz. Birdam aramag'ili qo'ysangiz bo'lmamdi. O'rinlik qilmisizlar begim. Qazqalan silini xonada saqlayotqili ne vaqt? Bu qazqalandan to'nji qitim uyimga kelishi. Nima ish qilibdi? Tiz bo'lsizlar, yuzlarni yuvasizlar. Hazratimni ko'p saqlatmisizlar. Qahva tayyorlab bedingizmi? Unimidi aldirayman deydi. Bo'pti, hozirla chiqay. Kelgan qadamlarga marhaba hazratim. Xonamga kelganliklaridan to'liq xursand bo'ldim. Bo'ldi, takalluf qilmaslar, esla qani. Men buyurgan ish qanday bo'ldi? Kechirsalar, menga nimani topilgan edilar? Heliqi maqtulning uyidagi sut qachisi bilan asal qachisini deyman. Esimga keldi. Sizlar degan u narsani bir hakimning yiniga tekshirib beqishga ippadim. O nima dedi? O bu narsalarda zahar yo'qkan deydi. Qanday sho'p ketdimdi? Nimadan ajablanyaptilar? Rostimni esam, sizlarning o'ylardan men ajablanyapman. Qanday deydi? Sizlarcha qotil suiqasdni ishga oshirgandan keyin zaharni uyga qo'yib qo'yamo hazratim. Mening o'ylig'im undaq emas. Meningcha suiqasga uchirg'uchi avval zaharlangachga u untunsiz jon uzgan, orqadan pichoq selingan. Sizlarcha o'lgan odamga yana pichoq silishning hojati bormi? Bu dal qotilning o'zini yoshirish uchun qo'llangan tadbiri. Chunki uning qoniga milinib yotganligini ko'rgan har bir odam uning avval zaharlanganligini xiyoliga keltirmaydi. Bu faraz qanoatlarlik emas. Yig'ib aytganda hakimning tekshirishi u xil qarashning xatoligini isbotlayotdi. Men uning yeniga berib kelay. Qahva ichib ondan mangsili bo'lmamdi. Rahmat, keyinchi ishaman poshshab. Qani assala. Bu qahvani sizlarga uyqularini qo'yib, Zulayxaning qissasining davomini so'zlab berishlari uchun sundim. Men oriqish qilib o'tibsiz-da. Menga uvol qilyotdilar qozi Kalan ota. Qissani so'zlab qayerda to'xtagan edik? Misr azizining saroyiga kirib, ayoli bilan Yusufni eshik tubida uchratganligini va u ayolning Yusufga tuhmat qilganligini so'zlab to'xtagan edilar ota. Shunday qilib Aziz Mesirining oldida haqiqat burmilinibdi. U ishdan gangrab nima qilarini bilmabdi. Zulayxa, bo'ldi yig'lama. Menga uvol qilyotdilar futpar. Men sizlarga bo'lgan sadoqatim va vafodorligimda shakllanyotamdilar. Yusufning deyishicha, uning bilan munosabat o'tkazishni o'zingiz talab qilgansiz-ku. Uning gapiga ishonyotamdilar. Yusuf hozirga qadar yolg'on gap qilib boqmagan. Yat bir kishiga ishonib o'z juftlariga ishonmaganlari nimasi? Siz bolam deb qarayotgan biri endi bo'lganda yot bo'lib qopti-da. Siz uningga ko'p g'amxo'rlik qilyaptingiz emasmi? U kichik vaqtida shunday qilatdim. Lekin uning o'z tarbiyachisiga yomon niyati bo'lishini xiyolimga keltirib boqmabdi ekanman. Uning kiyimlarining yirtilg'idan qaraganda sizning bu gapingiz rostdek turmaydi. U kiyimini o'zi yirtib etgan, menga ishonsizlar. Bir-biringlarning gapini inkor qilyapsizlar. Men bu masalaga oldirmay qarab chiqay. İcazat bəsizlər, mən qayıtıb qalayım ekin. Sən bu yerdə saqlab durğanma? O iş üzbəgəndə mən işik tüvüdə idim hocam. Nəmi deyişimni bilənməylə qılıvatdım. Tağanın qızı Züleyxa Yusuf mən bilən münasibət ötküzüşünü tələb qıldı davatıdı. Onun rast gəp qıqallığı eniq. Nemiga asasən şundaq deysən? Aqıl bir ayalның çakırını özünün eri və Misir əzizdən üstün orunda görüşü mümkünmü? Züleyxa Yusuf könlükini özü yırtıvetdi davatıdı. Yusuf bolsa könlükümni Züleyxa yırtıvetdi davatıdı. Biz kimning rast gap qilganligini bilalaymiz. Qandoq bilasan? Ko'ngligiga qarab baqayli. Navada ko'nglik oldi tarafdan yirtilgan bo'lsa, o Zuleyxaga bo'htan chaplash uchun ko'nglikni o'zi yirtgan bo'ladi. Undaq bo'lmay orqadan yirtilgan bo'lsa-chi, kishi uchsidagi ko'ngligini orqa tarafdan yirtishi mumkin emas.
agar orqadan yirtilgan bo'lsa, Yusufning gapi rost degan gap. Sabiha, Farmanbardarman qo'jam. Yusufning yirtilgan ko'ngliki qani? O yerda turdi. Uningga chiroq tutib qarab yiqing. Mana bu Yusufning ko'ngli ekan. Anlab tur, bu yerda sening mendan boshqa xo'jang yo'q. Ko'nglik orqa tarafdan yirtiq ekan. Vaqtmi bir yerga berib qopdi. Men qaytib qolaymikin, xo'jam? Sinhaj. Ajab kech qoldilar-ku. Misr azizi meni uyga kechki tomoq chaqirtibdi-ki, shu yerga berib keldim. Nemishqa meni ilib olmaydilar? Bo'ldi, to'la gap qilmay. Shigidek bir narsa akanmamsiz. O yerda Zulayxa bilan billa bir narsa yemaganmidilar, Sinhaj? Amda menga uning gapini qig'ichi bo'lmang. Nemish oldi? Men hech tushunolmay qilyapman. Eng yaxshisi tushunmayli qo'ying. Muhimi, Aziz Misri bilan savdo haqida paranglashdilimi? Uningga vaqt bo'lmadi. Shuncha kechikib kelgan turuqliq vaqt chiqara olmadim deylig'i, Sinhaj. Zodi nemish bo'ldi uning qasrida? Bo'pti. Bu ishni sizga aytib beray. Biroq birli shartim bor. Bu haqda hech qanday kishiga og'iz ochmasligingiz kerak. Rupayda, yangi xabar angildingmi? Zulayxaning chakari Yusuf bilan qilgan ishini davatamsan qandaq? Buni qanday bilding? Shahardagi ayollarning parini bugun faqat musha haqdili bo'layotidi. Bu menmancha ayol Zulayxa Chakirni yaxshi ko'rib qopti. Zulayxa navada balaliq bo'lgan bo'lsa, balasi Chakir bilan hamtang bo'lgan bo'ladi. Yusufni to'linaydek chiroyli deyishvatidi-ku. Zulayxa shunga uningga kuyib qopti-da. Qara, Fatun kelyotidi. Aziz Misri u ikkisiga qanday jazo qo'llanibdi? Sizlar xabar topdinglarmi? Yo'q, uni o'ldirayotganmidi? Futbar u ikkisini qo'shib qo'yibdi. Yusufga bu ishni boshqalarga deb yurmang debdi. Zulayxaga bo'lsa, xato ish qilgan bo'lsangiz, mendan bir qo'shiq qiningizni tilang debdi. Teglik qo'pdi-ku. Men sizga bir narsa yugim yo'q dedim-ku. Undaq qilmasalar, ojizlab qoladilar. Siz to'la arilishyapman. Yusuf qani? U ish bo'lgandan beri o'jirisida bir nuqtaga qarab jimjit o'ltiryotidi. Uningdan darhol yenimga kelsin. Qandaq yig'iz achalayman xinim. To'la gap yo'rg'ilatmay uddilding-a? Futbar xo'jam ko'rinishda sizlarga qattiq tegmagan bilan bu ishdan qattiq azoblanyotidi. Chunki yuzbargani odat kishi emas. Futbarning ishi men uchun muhim emas. Yusufning ahvoli qandaqroq? U yanada tamkin va muloyim. Uningga o'ylaganlaringizni dedingizmi? Ya, bu yerda muhim bir masala bor xinim. Qaysi masalani deysan? Shahardagi ayollarning ig'izida u ishdan boshqa gap yo'q ekan xinim. Ular qandaq bilgandi? Sen birasiga degan o'xshamamsan? Qasam qilamanki, bu haqda hech kimga ig'iz ochqinim yo'q. Biroq ish yuz bergan vaqtda bu yerda futbol o'quvchimizdan qo'g'diqchilari, Sinhaj va bir qism chakarlar bor edi. Yaxshi. Ularga unutilmog'idek bir savoq bersam bo'g'dik. Ha? Kimdi bu yerim kechidik ekan? Men Misr azizining elchisi. Nima ishlari bor xo'jam? Mundaq ish. Men ayollari Raifaga maktub ib keldim. Ha, sizga maktub kelibdi. Nima maktubgan bu? Zulayxadan kelgan maktubgan. Maktub oltin suy bilan ezilibdi. Zulayxa xinim meni o'g'illikka qasriga ziyofatga chaqiribdi. Ziyofatga faqat ayollarla kelgudak. Ayollarla chaqirilibdi.
Yipak yostiqlarni ko'proq qo'yinglar. Mehmonlar rahat o'ltirsin. Ziyofatxonani obdan rastladik. Alma akaldinglarmi? Buyruqlar bo'yicha eng o'xshagan olmalarni ilib keldik. Mulozimlar pichoqlarni obdan bilab qo'ydi. Pichoqlar yaxshiroq belansin. Shundaq bo'lganda meyvelarni so'yib yeyishga qulaylik bo'ladi. Ayollar kelishga boshladi. Shaharning esilzoda xonimlari kelishsizlar. Merhaba. Men bu yerga faqat sening dakkangni beray deb keldim. Do'stlar ara bir-birining dakkisini berish deydigan gap bo'lmaydi. Qaroqchilar o'nkirlarga yo'shirinib olgan bo'lsa, ularga jazo yurish qilib, shaharimizni ularning talofatidan amin qilishimiz kerak. Sizning qandoq kechirsizlar oliylar. Qaysi ishni deydilar? Men sizlarga hozir dedim-ku. Oliylarning gapi bir ha. Undaqda taqi yurish qilayli. Bo'lmaydi oliylar. Taqi hujum qilsak oqibati xatarlik bo'lib qoladi. Qiziq gap bo'ldi-ku bu. Bayatdek fikrimga qo'shilgan edilar. Sizlarga nima bo'ldi? Hech yo'q oliylar. Charchab qolgan bo'lsalar, bugun qasrlarga berib aram elib tursizlar. Yo'q. Xizmatlarga tayyorman oliylar. Undaqda farmonga quloq solsizlar bosh vazir. Farmonbarlarman oliylar. Bu tomoqlar bek o'xshabdi Zulayxa. Shundaq. Men buningdan keyin bundoq esil tomoqlarni yeyolmayman. Bu eng esil meyvelardan. Buningga eg'iz tekkaysizlar. Rahmat sizga Zulayxa. Tomoqlar bekli o'xshabdi. Qo'rsqimiz rastla to'yib ketdi. Gapimga ishoninglar. Bular hayotinglarda ko'rib baxmagan esil meyve. To'liq qiziq gap qilding-ku Zulayxa. Nima demaksan? Ishning qiziq yerini hozirli ko'rib qolasizlar. Sizlarning hammanglar men beqib cho'ng qilgan yigit Yusuf haqidagi gap so'zlarni anglagan edinglar. Yusuf bularning oldiga chiqing. Uningga obdanroq qaranglar. Hech biringlar ko'zinglarni yumamanglar. Voy qulim. Qulimning og'rig'ini tuymayli qapdimi? Poh. Bu odamzod emasga. U osmondan tushgan esil farishta ekan. Sizlar uningga birla qarab qo'linglarni kesib qo'ydinglar. Ammo u kun bo'yi mening oldimda menib yursa men qanday qilaman? Shundaq. Men uni yaxshi ko'rdim. Uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim, biroq u talabimni rad qildi. Bu qatim yana talabimni rad qilsa, uni zindonga solat qo'ziydiman. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. صدق الله العظيم. Ata Yusuf alayhissalom shu darajada chiroylik miydi? Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq degan qizim. Sallallohu alayhi va sallam. Yusufga jimi go'zallikning yerimi ato qilingan. Payg'ambar alayhissalom u to'g'risida Yusuf esil kishi, uning dadisimi, dadisining buvusimi esil kishi degan. Payg'ambar alayhissalom bu so'zidan nimani maqsad qilgan? Payg'ambar alayhissalomning maqsadi shuki, Yusuf esil payg'ambar Yaqubning bolasi. Yaqub esil payg'ambar Isoqning bolasi. Isoq bo'lsa Allohning xalili bo'lgan.
İbrahim payg'ambarning o'g'li. Misr azizining ayoli u ayollarning qo'llarini bilmasdan kesib qo'yadiganligini bilamdi. U buni aniq bilmaydi, chunki g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Biroq u eliqi ayollarning shunda qiladiganligini faraz qilgan. Qandaqsiga? Zulayxa shularga o'xshash bir ayol bo'lg'achqa, ularning Yusufni ko'rganda nima o'ylaydiganligini, qanday fikr xiyollarda bo'ladiganligini va qaysi vaqt ashushni yo'qotadiganligini obdan biladi. Uning qissasi to'liq hayron qolarlik ekan. Uning oxiri texmi shundoq. Chunki biz ibrat ishlarning xotimasida deymiz emasmi? Ata, qissaning oxirini bilib qolaman-ku. Shundaqmi, ata? Inshaalloh. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري